uni topdim. So'xonim, xotirjam bo'lavering. Bu yerdagi xavfsizlik dunyodagi eng yuqori bo'lgan joylardan biri. Direktor suvni himoya qiling.小鬼，那就只能小鬼，全面烧杀遍地小鬼，没有问题就一步到位，拉不上这要向上进退社会，难免人心向背，我会碰到有小人作祟，我们一头追到他们都是少辈，火力让他们报废，这喋血街头的这样惯犯。 Bu yigitni hamma to'xtasin, hujum qilishga yo'l qo'ymang. 瘫痪就算爆肝爆胆也把他爆干，你把兵马拉不住我，枪枪我们可以这格洛克，现在看着满天的枪火龙，可能丧失角色，忧愁的这一排那我的绯色，我今天那分给你心里说把枪我从这里由衷来口音，在风中让我眼眶火光平天。 人生死劫化璀璨生活，就不應得過這個，這顆定係試圖，用雙手打拼。 Men uni olib ketaman. Uni qidiring. Qochib qutula olmasin. Xo'p bo'ladi. U qayerga yashirindi? Hamma u tomonni tekshirsin. Kablokning ovozi bizni o'ldirishi mumkin. O'zi nima xohlayapsan? Pul kerak bo'lsa, berishim mumkin. Suvxonim, yaxshilab eshitib oling. Shu ondan boshlab hayotingiz meni qo'limda. Seni kim yo'lladi? Suvxonim, boyagina qancha pul kerak deb so'ragandingiz. Sizdagi boylik janob Luda ham bor. O'zingni go'llikka solma. Shuncha odamni o'ldirib bo'lding. Asl maqsading nima o'zi? Agar seni o'ldirmoqchi bo'lganimda, hozir men bilan tik turib gaplashmagan bo'larding. Tashqaridagilar seni o'ldirishadi. Men seni qutqargani keldim. Tansoqchilarimni o'ldiribmi? Buni qutqarish deyapsanmi? Hali ham tushunmadingmi? Mana shu malaylarga ishondingmi? Sen Chengmingni nazarda tutyapsanmi? U Xitoy savdo palatasi vitse-prezidenti. Biz u bilan 3 yildan beri hamkorlik qilamiz. Nima asosida undan shubhalanyapsan? Dalillar kerakmi? Seningcha oddiy ilmiy konferensiyada davlat maxsus razvedka xizmat xodimlari qo'riqchilik qilish kerakmi? Lekin men faqat odam o'ldirganingni ko'rdim. Boshqa hech nimani ko'rmadim. Daliling bormi? Mehmonxona xavfsizlik tizimini buzib kirdingmi? Bu hech nima emas. Mana bu to'pponchani ko'ryapsanmi? Glock 19X seriya raqami. Razvedka xizmati xorij guruhining standart quroli. Bozordan topa olmaysan. Shoshma. Uni qulog'ini kattalashtir. PRC 163 mingli aloqa vositasi 3 yil oldin kompaniyamiz bu loyihaning xaridida ishtirok etgandi. Fuqarolik uchun mo'ljallangan yangi mahsulotda, ammo mamlakat mudofaa va razvedka byurosi milliy xavfsizlikni ro'yxatga chiqib bizni rad etdi. Bular ommaviy ishlab chiqarilmagan. Chamadonni kattalashtir. Keng polosali elektromagnit to'lqini butun binoni qamrab oladi. Razvedka byurosining kuchli elektromagnit uzatgichi va hali ishlab chiqarilmagan harbiy aloqa vositasi. Demak, bu oddiy qo'riqlash xizmati emas ekan. To'g'ri. Bu qo'riqchilaring seni himoya qilmaydi. Ularning qo'lidan faqat odamni o'ldirish keladi. Xo'sh, o'zingchi, sen ham farishta emassan. Qoyil Suvxonim. Tilingiz ancha uzun ekan. Yaxshi. Hozir sizga bir tomosha ko'rsataman. Jin ursin. Nima uchun uni kimdir to'satdan o'g'irlab ketdi? Xavotir olmang. Mehmonxona kirish eshigini yopganmiz. Meni odamlarim allaqachon vazifasida. O'sha yigit qanchalik kuchli bo'lmasin, bizdan qochib qutula olmaydi. Lekin shuni bilki, agar Tian shuni qo'lga kirita olmasam, tepadagilarga javob bera olmayman. Agar shu ishni uddalasak, shtatga qaytishimiz mumkin. Va o'shandan keyin biz albatta birga bo'lamiz.
Janob Chen. Men seni Susin xonimning yoniga har bir qadamini poylash uchun joylashtirgandim. Lekin endi-chi, xonim yo'qoldi. Endi nima qilish kerakligini o'zing ayt. Janob Chen. Janob Chen, meni kechiring. Men u odam haqida bilmasdim. U qayerdan paydo bo'lganini ham bilmayman. Menga yana bir imkon bering. Menga yana bir imkon bering. Yaxshi. Rahmat janob Chen. Yo'q janob Chen. Yo'q janob Chen. Senda yuqori texnologiya bormidi yoki qo'g'irchoq bormi? Qani onasi har doim sen bilan cho'miladi. Nimani bilasizlar? Nimani o'ynaysizlar? Bo'ldi, yetarli. Hozir eng muhimi biz uchun Susinxu qayerda ekanligini topish. Men topolmaydigan narsaning o'zi yo'q. 部屋のカメラに不正アクセスがあったので対抗措置として遮断しました。这场戏你怎么看？ U meni yonimda 3 yil davomida josuslik qilibdi. Texnologiyalarimni o'g'irlab, vataniga xiyonat qilibdi. Bu ilmiy konferensiya emas. Boshidan oxirigacha reja qilingan tuzoq ekan. Chen Ming xo'rak, Emma esa pichoq. Ularning maqsadi sen emassan. Ularga tiyan shu kerak. Bir soniyada global tarzda moliyani hisoblay oladigan mudofaa kompyuteri zamonaviy urush maydonini mukammal simulyatsiya qiladi. Bu shunchaki kod emas. Bu texnologik yadro bombasi. Men ularni albatta to'lashga majbur qilaman. Hamma xonalarni yaxshilab tekshiring, qochib qutulish olmasin. Bizni topishdimi? Men Lindsey shu yerda ekanman. Hech kim seni olib keta olmaydi. Hatto o'lim farishtasi ham menga yo'l berish shart. Janob Li Montgomery, hammani ogohlantirish kerak. Nega ularni hech qayerdan topib bo'lmayapti? Scott, nima bo'ldi? Ular buni tushuntirib berish kerak. Ularni tezroq topish kerak. Ular qayerda bo'lishi mumkin? Ularni hech qayerdan topib bo'lmadi. Boya juda maqtanayotganding-ku. Nega borib ularni hammasini o'ldirmaysan? Yolg'iz o'zim bo'lganimda shu ishni qilgan bo'lardim. S bo'limga o'ting va ularni qidirishda davom eting, to'xtamang. Shu yerda qimirlamay tur. Xayrli kun xonim. Kechirasiz janob, nima dedingiz? Umuman tushunmadim. 各目标时候大事发生，先把桃花加上拥抱，再是激烈发生。听着刮风就发疯，准备杀生，看我跳啊大步，真是插身，传奇寓意，对不准备拘泥，不得拘泥，从来不得虚拟。一双老迹象，跟我再耍一局，我们必须和垃圾保持距离。Yes。 Uning kiyimini kiyib ol. Mana shu kiyimni kiyishimni xohlayapsanmi? Senda yangilik bormi? U haqda ma'lumot topilmadi. Qo'limdagi soyabon bilan disko raqsiga tushaman.那就针锋相对，咱们上场天地相会，所有问题都一通到位，不拉动枪是两家生是社会，难免人心相悖，这个道道有小人作祟，狼心狗肺的他们都是少辈，火力我正到位。 Kechirasiz xonim, sizni biroz qo'rqitib yubordim.
To'xtang.